qilamiz. 20 minut ichida kim ko'p mobga aylana olar ekan ko'ramiz. Challenge'imiz boshlandi. Endi hamma joyga tarqalamiz deb turgan joyimda ukam ham negrga o'xshab oldimga tiqilib kelyapti. Negr mayli. Bu yoqqa o'tamiz. Ship, ya'ni qo'yikini oldik. Va bu yoqda eng yaxshi ko'rgan daraxtim sakurani oldidan spawn qilgan ekanmiz ani. Esinglarda bo'lsa, o'tgan safarlari bulut qo'yish esimdan chiqib qoldi. Nastroykadan o'chib qolgan ekan. Endi to'g'rilab oldim. Короче, men 10 ta sigir ko'rib qoldim. Endi sigir skinini olamiz va sizlar xuddi shu joyda like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoning orqasida 3000 ta obunachi va 5000 ta like keladigan bo'lsa, ukam bilan yana zo'r video olamiz. Ukam bilan video olishimiz uchun like bosib qo'yinglar va mana ko'rib turganlaringdek, уже sigirga ham aylanib oldim. Chiroylikgina ukamga o'xshagan sigir, ya'ni molga, bu yoqda ukamga o'xshagan qo'y. Короче, qanaqa yomon bir xunukroq hayvonlar bo'lsa, o'sha ukam bo'ladi. O'zimiz skinimda hozir yurib tursam, normalniy. Davay dalshi mana shu tomonga yuramiz va yana hayvon qidirishga tushamiz. Sen nechta hayvon aniq qilding o'zi? Topding. Молодец. Yaxshi. Opa, chipkani ham oldik va endi anta yana qo'ylar bizga kerak emas. Lekin, to'xtaginda, sen neobычный bir boshqacha hayvonsan-ku, senga ham aylanamiz yo'qkiga. Mana omad, mana bu birinchisi. Endi qaranglar. Mana bitta asalarilar bor ekan. Bu negrlar ikkinchisi bo'ladi. Qani, biroq ketib qolmang. Qaranglar, asali bor ekan orqasida. Bu vaqtda ulgurimiz kirib ketib qoldi. Davay asalariga aylanib ko'ramiz. Uchamiz asalariga to'xtaylar bunday qo'ylaydi. Sizlarga qiziqroq bo'ladi-da hozir mana. Opa. Yo, negrlar, asalarimiz. Opa. Oh shit, bro. Let's go. Короче, mana lekin вообще sekin uchar ekan bor-ku asalari. Xo'p, hozir biz mana shu tomonga o'tamiz. Agarda sizlarga bu karta yoki bu mod kerak bo'lsa, meni Telegram mod kanalimda bo'ladi. Kommentariyada silka bor, o'tib bemalol skachat qilib, ukanglar bilan yoki akalar bilan o'ynasanglar bo'ladi. Tekin, sifatli, arzon kommentariyada silka bor, to'g'rimi? Sen nima gapirmayapsan? Hammasiga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki meni negr akam 100 ming ta bo'lmoqchi. Hammasiga like bosinglar? Negrmisan? Hamma videoga like bosinglar. Da. Like bosish kerak lekin. Obuna ham bo'lib qo'yish kerak. Oppa. Akajonlar. Men zonasi topdim anta. Nima topding? Nima topding? Voy, ukam anta yurgan ekan portalda. Voy, kirisa, men endi zonasi topdim, o'sha portalga ketdim. Portal bor degani yon atrofda qishloq bor degani-da. Qishloq bor degani bu nima degani bilasanmi? Sandiq yo'q ekan. Nimaga sandiq bo'ladi? Bu ichkariroqlarni qarang. Oh yeah baby. Men zonasi topdim. Nima? Mana. Qishloqcha. Qishloq bor ekan mana. Qishloqcha, let's go. Ota temirlar ham bor ekan. Davay. Lekin zato ukamdan birinchi bordik biz. Bu degani 20 minut ichida, aytmayman qattiqligini. Golem bor ekan. Golemga aylanamiz, anta otlar bor ekan. Bo'ldi, короче, obunachilar biz eshak ham bor ekan. Davay birinchi eshakka aylanib olamiz. Oppa, bundoq qilsak, qaranglar, birinchi odamga aylanib olaylik deb o'tirib, chunki odam bizga qulayroq baribir. Oppani, eshak. Men jitelga aylanib ko'rdim. Oppa, yaxshi. Qani, bu yoqda bizning temir golem.